2025-yilda litsenziyalangan Umra safariga bormoqchi bo'lgan aka-uka opa-singillarimiz uchun 12 ta viloyatga xizmatlar bor. Undan tashqari qo'shni davlatlardan borsalar ham bo'ladi. Birma-bir sizlarga sharoitlarni, narxlarni tanishtirib o'tamiz. Asosiy ota-onangizni jo'natmoqchimisiz? Eng yaxshi sharoitlarda mehmonxona ovqatlari hamma tomonlama, yaxshi tomonlama firmani tavsiya qilamiz. Xo'p, biz Marg'ilon shahariga yetib kelganmiz. Central Holidays kompaniyasiga. Xo'p, bu yerda Umra safariga jo'natishadi. Yaxshi tomoni kamzillar, birinchi o'rinda litsenziya bor. Hamma tomonlama ishonsalar ham bo'ladi. Bir boshdan Mohirbekdan ma'lumotlar olib o'tamiz. Assalomu alaykum. Hojaga tartamaga oldingizmi aka? Bizni obunachilarga, Ravshan TVning obunachilarga bir boshdan narx-navolarni aytib o'tsangiz, qaysi kunlarga reyslar bor? Xudo xolasa aka, to'liqroq ma'lumot bersak, bizda 14 kunlik Umra safari bo'ladi, standart plus bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'lishadi. Malakali 50 boshlarimiz billa ketib, billa keladi. 14 kun davomida billa yurishadi, sayohat, ibodatlarga olib chiqishadi. Madinadagi asosiy oralig'imiz 100 metrdan 300 metrgacha, Makkada esa 1 kilometrdan 2,5 kilometrgacha 24 soat avtobus qatnovlarimiz bor. Undan tashqari Madinada 2 mahal o'zbek milliy taom beriladi. Faqat o'zbek milliy taom beriladi. O'zimizning o'zbek povurlar. Undan tashqari Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taom beriladi. Qo'yiq, suyuq beriladi. Demak, qiynalishmaydi. Qiynalishmaydi. Xo'p, eng yaxshi tomoni, xo'p, mana Zagran pasportlaringni Mohirbekga tashlab beradigan bo'lsalaring, sizlarda o'sha bron qilib qo'yishadi. Undan tashqari pul tomonlama, ishonch tomonlama qo'ldan pul olinmaydi. Bankka shot raqamga tashlaysizlar, yo bo'lmasam Glavniy ofisga kelib, kassaga to'lov qilib, chekini keyin berib ketasizlar. Sizlar qo'llaringdan pul olinmaydi, kassaga olib kirib berishadi. To'lov qilib bersalar ham bo'ldi. Undan tashqari bemalol shu Farg'onami, Toshkentmi, Andijonmi, Namangan aeroportiga borasizlar, o'zlari xodimlari kutib olishadi. Sizlarga bu yoqqa so'mkalar, undan tashqari kamzillarni berib, bejiylarni berib, chiroyli holatda bir boshdan o'sha xizmat ko'rsatish boshlanadi, to'g'rimi? Xo'p, aytilgan reyslar xudo xolasa imkon qadar aytilgan vaqtda uchiladi. Endi ob-havo tomonlama hamma yaxshi bo'lib turadigan bo'lsa, bexijolat o'sha vaqtda uchadi. Hozir aka, shuning uchun biz ob-havolar bundan beriga salqinlashyapti o'zimizda. Shuning uchun biz misol 17-da tushsa, biz 1-16-kuni ogohlantiramiz. Telefon qilib aytib qo'yiladi. Endi 1-2 soat, 3 soat ko'chib olishi mumkin, yo 2 soat, 3 soat oldinga ko'chib olishi mumkin. Shuning uchun biz 1-2 ogohlantiramiz. Endi uni sizlar hal qilmaysizlar, buni aeroport xodimlari o'zi ob-havoga qarab turib hal qilishadi. Xo'p, endi mana 14 kunlik bo'ladigan bo'lsa, xo'p, endi atta sharoitlar qanaqa bo'ladi? Qayerga oborasizlar, yana boradigan joylar aka, Madina sayohatida Ravza, Qur'on bosmaxonasi, qolgan sayohatlar hammasi o'z ichiga oladi. Malakali 50 boshimizni olib chiqadi. Undan tashqari Makka sayohatida Umra amal, Qizil dengiz firma tomonidan, undan tashqari 2 marta Umra amal qilish nasib qiladi, Toyifga ham sayohatlar. Demak 2 marta, misol 1 marta o'zlariga qilsa, 1 marta uydagilarga, o'tib ketgan ota-onalarga Umra badal qilsa bo'laveradi. Sayohatlar. O'zi aslida uni oldin biz borganimizda o'zimiz yonimizdan rasvot qilib borib kelardik mashina gaplashib, lekin shuni ichiga qo'shib beryapsizlar. Hozir mana telefon qilishyapti, bir qator gaplashib bering, klientlar qilyapti. Klientlar savol javobini eshitaveramiz. Alo, assalomu alaykum. Nabba. İşte. Aha. Hozir qaraymiz, men bitta ko'rib aytaman. Hop, video olayotgandik hozir aka. Video olayotgandim, hozir bitta ko'rib aytaboraman. Uni qaysi kuni kecha aniqlab aytib bersam, o'sha so'rayapti-da. Xo'p, bo'ladi, xo'p. Qachon aytasiz? Men hozir 1 soatda aytaman sizga. Xo'p. Do'stlar, o'zingizlar ko'rdinglar, mana hozir akalar bilan gaplashib, reyslar kuni hamma tomonlama gaplashishyapti. Gapiraveramizmi? Gapiraveramiz. Xo'p, endi mana Farg'onadan uchmoqchi bo'lganlarga Farg'onadan qaysi kunlar bor reyslar? Farg'onadan mana 16-kunga Farg'ona Madina yo'nalishida reyslarimiz bor. 22-kunga Farg'ona Madina yo'nalishida reyslarimiz bor. 29-kunga Farg'ona Madina yo'nalishida reyslarimiz bor. Namangandan bo'lsa 14-kunga Namangan Jidda yo'nalishida reyslarimiz bor. Undan tashqari 21-kunga Namangan Jidda yo'nalishi, 27-kunga Namangandan qo'yilmagan edi, Namangan Madina yo'nalishida reyslarimiz bor. Demak, o'sha qaysi aeroport yaqin bo'ladigan bo'lsa, o'sha tomondan qilib berilaveradi. Xuddi shunaqa. Endi Toshkentdan deganlarga Toshkent, Voha tomondagi aka-ukalarimiz uchun ham Toshkent qulay bo'ladi. Toshkentdan mana 15-kuni
Toshkent Madina yo'nalishida reyslarimiz bor. 29 kuni Toshkent Madina yo'nalishida reyslarimiz bor. Reyslar bor. Xudo xolasa. Xo'p, bemalol telefon qilib qolgan ma'lumotlarni so'rasalar ham bo'ladi. Biz doimiy sizlarga informatsiyalar berib o'tamiz. Narx-navo hamma yoqda aytib o'tdik. Siz qiziqtirgan savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada qoldirsangiz, keyingi videolarda o'sha savollarni xodimlarga bir boshdan o'qib beramiz. Albatta javob olasiz degan umiddaman. Tanish bilishlaringizga litsenziyalangan umraga bormoqchi bo'lgan do'stlaringga videolarimizni jo'natib qo'yasizlar.